Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Axsikentda yana bir obyektimizni mijozimizga topshirish jarayonlariga yetib kelganmiz. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimiz bilan sizlarga batafsil tanishtirib boramiz. Qani ketdik. Bu obyektimizga qilib bergan ishlarimizda eshiklarimiz uchun Engelberg Termo 65 profildan foydalanganmiz. Rangi Alexandrezit rangida, oynalarimiz energiya tejovchi titan oynadan foydalanilgan. Oynalarimizga yanada chiroy bag'ishlovchi 18 mm shotlankadan ham foydalanganmiz. Ruchkalarimiz esa Stubline Serviyanikidan foydalanganmiz. Bu obyektimizning romlari uchun esa Engelberg 7000 profildan foydalanganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring. Imzo uyingiz uchun to'g'ri tanlov.